Avvaldan sizlarga zo'r choyxona topib qo'ydim, qarang. Choyxonamizni ichidan soy aylanib atrofidan o'tar ekan. Eng qizig'i, o'zingiz xarajatingiz bilan kelar ekansiz, istagan ovqatingizni xohlasangiz power qilib beradi, xohlasangiz o'zingizga o'zingizdan ovqat qilib olsangiz bo'laveradi. Bunday keling endi, bu qarang, aylanasiga soy o'tar ekan. Eng qizig'i, bu suv 7 buloqning suvi, ya'ni buloqlardan oqib kelayotgan suv, ko'chadan keladigan suv bas. Chunki bu suv ko'm-ko'k suv, buni ichsa ham bo'ladi. Ya'ni biz o'zimiz ham kirib ichganmiz. İçsa bo'ladi, ko'p odamlar kelib ichardi. Yoshligimizdan bahsiga. Mana shunday aylanasiga qarang, o'rmonga o'xshatib qo'ygan ekan. Chisti choyxonamiz ichini qarang, mazaligini. Aylanasiga so'rilar, hamma so'ri suvni bo'yiga terilgan. Hech qanaqali o'rtada emas, suvni bo'yida sovuqligi shunday his qilib turasiz. Ba'da mana qozon o'choqlar. Bu tomon mana aylanasiga soyni ko'rsataylik deb yuring. Daraxtlar bilan birga. Kelgan odam prosta dam oladi xolos mana. Yana suvlar ko'rsating. Aylanasiga. Xo'p, 7 buloqni nima degan joyi bor aka? Qorasuv. Avval Qorasuv lokatsiyasini tashab berishadi, telefon qilsangiz. Agar tushunmaganlar bo'lsa. Svetoforga yetmay kirib ketasiz, mana ko'ryapsiz, polnisi to'liq bo'lyapti. Aylanasiga mana. So'rlar hammasi suv bo'yida. Ekranga raqamini qo'yib qo'yapman. 7 buloqqa avvalga dam olgan keladiganlarga suvni bo'yiga mana tushsa ham bo'lar ekan metdan. Metdan ham bemalol tushib maza qilib suvdan ichib, oq suv ham muzda ekan, mazza ekan. Ekranga telefon nomerini qo'yib qo'yapman. Avval Qorasuv, ekrandan nomerga aloqa qilsangiz akamiz lokatsiyasini tashab beradi. Kelinglar, juda ham ko'p odamlar kelib dam olar ekan. Oilaviy kelib maza qilib dam olib yoki sostavni yig'ib o'rtoqlar bilan. Kelsalar 15-20 kishi kelsalar ham chiroyli so'rilar qilishib, chiroyli afsusjut qilishadi. Like bosib tarqatib, 4 ta balon nomidan kelaverasizlar. Dam olmoqchi bo'lib yurgan o'rtoqlarimizni olib kelinglar, iltimos.